qolgan aktyorlarni partneriga nimaga e'tibor berding? Nega Sardor Nozimov, nega Gulruxsor? Sardor Nozimov bilan kursdoshimiz, o'sha san'at va madaniyat institutida kursda o'qiganmiz. Anchadan buyon Sardor bilan ishlash niyatim bor edi. Ustoz degan bir serial qildik. Unda ham Sardor o'ynashi kerak edi. Bo'lmay qoldi. Xullas, shu serialda nasib qilgan ekan. Endi keragiga bosh qahramonimizga sanamni biladi-ku. Gulruxsorga keladigan bo'lsak, Gulruxsorga Sardor qarshi bo'lgan. Ana shunisi aytish kerak. Gulruxsor bilan tushmayman degan. Nimaga unday degan bilmadim. Sababini o'zi aytadi. Rosa bo'lmaydi bu. Yana o'zingga qara deb 100 marta aytuvdik. Esingdami? Shunday. Ofisda rosa talashgan. Sizga gapiring. Nega qarshilik qilgansan? Sardor? Endi bitta proyektda ikkita hind ko'plik qiladi deganman-da. Hindga o'xshamaydi. O'zinglar-ku Aishwarya Rayni o'zbekcha versiyasi deb aytgansiz. Kechamizni bittaga bitta qirolichasi Gulruxsor senga bu roldan taklif tushganda nima his qilgansan? Sardor partnyoring bo'lishini his qilganligini aytishganda qanaqa bo'lgan? Boshida Sardor aka partnyorim bo'ladi deyishganda ssenariyni yana Sardor akani tasavvur qilib o'ynaganman. Keyin o'qiganman o'zim. Keyin orada bitta Sardor aka partnyor bo'lmaydi deyishdi. Boshqa birovga almashishi mumkin deyishdi-da. Bular rejissyor bo'lib boshqa proyekt o'tib ketishlari mumkin edi. Nima endi birinchi ssenariyni Sardor akani tasavvur qilib o'qiganimdan keyin уже boshqa bir partnyorlarni qo'shganda men tasavvur qilaman. Undan naborot bo'lgan. Yaxshi. Demak, ko'rsatuvimizning asosiy qismiga o'tamiz. Tanishib oldik. Yana nima savollar bo'ladigan bo'lsa kommentariyaga yozinglar, kirib javob berishga harakat qilamiz. Ijodkorlar o'zi kirib javob beradi. Kerak bo'lsa